Ana o'quvchilarimiz kelishlariga juda ham katta tayyorgarlik. Tinchlik bo'lib qolgan bet qaranglar. Oxirgi modeldagi mashinalar tayyor bo'lib kutib turibdi ularni. Overlock, to'g'richoq, hamma narsa bor. Bu Dostonbek hazillab qoldim. Va akajonim ham bir chetdan chiqishyapti. Akam ketyaptilar. Akam ketdilar shekilli. Xo'p, bu yerda mashinalar hammasi Bayuniki. Qanaqa mashina ishlatasiz deb so'raysizlar-ku, men faqat Bayu ishlataman. Boshqa mashina ishlatib ko'rganman. Где-то bundan 7 yil avval. To'g'risi menga yoqmagan, chunki tez buzildi-da. Boshqa mashina tez buzilib, taqillab ovozlar chiqib qolgani uchun Bayuni bitta ishlatib ko'rdim, rosa yoqqan. Noldan kelgan o'quvchilarimizga sabr qilib keladi, shu hech ketmaydi. Shuning uchun yoqadi. Kech bo'lganda men mashinamda o'tiribman-da. Qaranglar, mashinam уже kir bo'lishni boshladi. Doli bo'lib ketyapti. Bolalar bilan baribir shu-da. Umidani chaqirib oldim oldimga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Umidichka meni necha yilga qadrdonim, pastelni bilyolarimni polniy olib kelib, men shular bilan ta'minlaydigan qizim. Hozir Xitoydan zakaz qilamiz. Buni ham Xitoydan zakaz qilib berganlar. Bir dunyo narsalarimni, shunaqa arzonga, sifatli narsalarni Xitoydan faqat Umidiga zakaz qildirtiraman. Va hozir mashinamga spetsialni chaqirdim. Mana shularni ko'ring, Umidi, o'zingiz ko'rib zakaz qilib bering deyapman. Bu yerda birinchidan bu mashinamga topolmayman nabor. Ikkinchidan topsam ham qimmat Umidi, chunki men case so'radim. Mana shu case ustiga qiladiganini so'rasam 140 ming deyshti. 140 ming. Siz hozir necha pulga zakaz qilasiz? Qarang, biz necha pulga zakaz qilamiz? 35 ming shaxmat. 35 ming. Kargosiz. Necha baravar qo'yib tashashgan-a? Uyga ham kerakli mahsulotlarni, boyga nima kerak bo'lsa, mana shu programmalardan topsanglar bo'ladi. Bularni hammasini Umid o'zlari biladilar. Kursda ishlab, mana Xitoy noldan zakaz qilish, ikkita programmasini mukammal qilib o'rgatish, qaysi programmalar bizga kerak bo'ladi, qaysi kargolar ishonchli, o'zim 6 yildan beri ishlab kelayotgan kargoyimni hammasini qilib kurs ochganman, Shahnoza opa. Zo'ru, men bilmayman buni. Agarda bu ishni sizlar qilsanglar, albatta maza qilib yutasizlar. Birinchidan, uyda o'tirgan ayollar arzonga narsa zakaz qilib, qo'ni-qo'shniga, atrofdagilaringizga, hattoki internetda ham sotsanglar bo'ladi. O'shaning uchun narsa zakaz qilishni o'rganinglar. O'rganmasanglar o'zingizga juda hozir aytvaman-da, bular hammasiga menga ham narxi qiziq. Narxi necha pul? 250 ming so'mdan chiqardi kursi narxini. Ichida bonus qilib, hozir o'zimizda bo'layotgan Toshkentda bor kanallarni, optimist kanallarni qo'shib beramiz bonusiga. Optimist kanallarni ham qo'shib berasiz. Bonusi. Uyda o'tiradiganligi juda ham qanaqa desam, sal og'irroq bo'ladi-da. Meni podpischiklarim uchun arzonroq qilib bering. Hozir necha pul qilib berasiz meni podpischiklarim uchun? 150 ming qilsa ko'taradimi? Yo'q. O'zimni ko'rsatmasam bo'lmadi shu joyda. Yo'q, yana ham arzon qiling. Faqat mayli 2 kun qilamiz. Faqat 2 kun. Bolam qarab tur. Necha pul qilib berasiz Umida opa? Iltimos. 99 mingdan qilib beraman. O'xti, ana zo'r gap bo'ldi. 2 kun faqat foydalanib olinglar. 2 kun kargoni o'rganasizlar. Qaysi saytdan zakaz qilasizlar, qaysi saytdan zakaz qilish kerak, nimalar qilish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak. Hattoki plus sizlarga bonus sifatida o'sha magazinlarigacha berar ekanlar. Qaysi magazindan olsanglar bo'ladi, qaysi joydan zakaz qilsanglar arzonga tushasizlar, kargolar bilan ishlashni hammasini o'rgatadilar. Arzonga zakaz qilishni o'rganasizlar. Xitoydan hamma narsani o'rgatadilar. O'sha programmalargacha berasiz-da. Programmalarni o'rgataman, ishonchli kargoni o'zim o'rgataman, hammasini qanaqa qo'shish, tovar tanlayotganda nimalarga ahamiyat berish kerak, misol uchun otsiflarni ko'rib, tekshirib olish, hammasini boshidan noldan o'rgataman. Молодец. Meni podpischiklarim to o'shanga chiqib olguncha tepasida turasizmi, onlayn bo'lsa ham? Birinchi zakaz qilgan tovarlari o'zligiga yetib kelguncha men bilan birga aloqada bo'lib, birgalikda bemalol zakaz qilsa bo'ladi. Ana, foydalanib olinglar azizlarim.
ayajonim do'konlariga kelsam, ayajonim sinfdoshlari bilan o'tiribdilar. Kursdoshingiz ana. Anjalik shoiri o'rtog'im. Bitta xonada yotoqxonada yotardik. Zo'r-ku. Onam do'stim. Kelib turadi. Sen uyga borganda ko'ruvding-da. Bu davrlar boshqacha. Mazza davrlar edi, maza qilar edik. Ko'z tegmasin, umringiz uzoq bo'lsin, ahilligingiz yo'qolmasin, xudo xolisa. Eshitdingmi? Ko'rishib turinglar-da shunaqa. Sog' bo'linglar. Ayajonimlardan zo'r bilmandoli olyapman. Onlayn kursga xudo xolisa. F86-do'kon. Kon haqiqiy koni, ejon materiallar koni. Ketma-ket однотонный matoli. Mana bunaqa materiallar ham olyapman. Xudo xolisa yangi o'quvchilarimizga. Ana.